Dadajon choy. Rahmat qizim. Oyijon choy. Bu piyola qayoqdan keldi? Sarpamdan olib chiqqandim. Menga o'zimni idishimni olib kelib choy qo'ying. Men bunda ichmayman. Onasi, bu nima deganing? Diyoraxon olib keling. Xo'p bo'ladi. Bularning nima farqi bor? Farqi bor, dadasi. Bu idishni qarang. Mana oyijon. Qanday chiroyli. Endi mana bu idishlarni ko'ring. Choynayni ham ko'ring. Hozir kim bunaqa choynayni ishlatadi? Tavba. Oyijon eskimas-ku. Men eski deyotganim yo'q. Bunaqa idishlar allaqachon sarqitga chiqqan. Xudojonimiz Sarpoga nuqul sarqitga chiqqan buyumlardan olib keldilar-da. Farida, qanaqa odamsan? Bunday bir ko'ngilga keladi deb ham o'ylamaysan-a? Choyingizdan iching. Rahmat. Ishtahani ham bo'lding. Rahmat. Amin. Allohu akbar. Choydan ichmaysanmi, bolam? Rahmat oyi, qornim to'ydi. Hech narsa yemading-mi? Rahmat. Tavba qildim.